Yurtimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalasi islohotlarimizning asosiy yo'nalishlaridan biri sanaladi. Bu borada mamlakat tarixida hayoti va ijodi bilan chuqur iz qoldirgan tarixiy shaxslarning ibratli yo'li yoshlarga alohida o'rnak sifatida targ'ibot etib kelmoqda. Ana shunday ayollardan biri Zulfiya xonimdir. Aynan bahor fasli shoira xotirasiga bag'ishlangan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish an'anaga aylangan. Hozirgi lavhada shu xususda so'z boradi. Zulfiya xonim izdoshlari. Aytish joiz, bugun minglab qizlarimiz aynan shoiraning latofati, sadoqati, ijodiy salohiyatiga havas bilan qarashadi. Bahor, mehr-muhabbat kuychisidek yonib yashashga, ijodiy faoliyatda ham xuddi Zulfiyadek jasorat va yuksak iste'dod bilan namoyon bo'lishga harakat qilayotganlar qancha. Mazkur jarayon Namangan davlat universiteti iqtisodiyot fakulteti talabalari o'rtasida bo'lib o'tgan ko'rik tanlovda ham yaqqol aksini topdi. Viloyat shahar hokimligi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi viloyat bo'limi, Xalq demokratik partiyasi va universitet hamkorligida tashkil etilgan tadbirda 5 ta jamoa ijodiy kuch sinashdilar. Zulfiya hayoti va ijodiga doir savol-javob sharti ham qizg'in jarayonlarga boy kechdi. Tanlovda milliy madaniyatimiz, an'analarimizni aks ettiruvchi shartlar ham o'rin oldi. Jumladan, alla aytish, milliy raqs, o'zbekona maqol, ibora, aforizmlar bo'yicha jamoalarning bilim va iste'dodlari sinovdan o'tdi. Hayot kitobimni bexos varaqlar. Men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim. Kulish kerak bo'lsa, kuldim charaqlab, sevish kerak bo'lsa, telbacha sevdim. Zulfiya xonim men uchun haqiqiy o'zbek ayollarimizning timsoli hisoblanadi. Ular men uchun haqiqiy ayollik, latofatlik va sadoqat timsollari hisoblanadi. Bugungi tadbirda ham Zulfiya xonim she'rlarini aytdiki, men uchun juda ham katta taassurot qoldirdi va tengdoshlarim bilan birgalikda juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik bugun. Tadbirda jamiyat hayotida faol ayollar, ijodkorlar, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindorlari ham ishtirok etdilar. Ular o'z so'zlarida bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini yuksaltirish, ayniqsa ilmli olimalar safini kengaytirishga doir ko'plab loyihalar samarasi, natijalarini alohida qayd etdilar. Jumladan, Zulfiya izdoshlari tadbirlari qizlar ma'naviy olamini boyitishda o'ziga xos ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Tanlov yakunida g'oliblar aniqlanib, ularga tashkilotchilarning faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Muhimi adabiy ma'rifiy tadbir, unda qatnashgan yuzlab talabalar uchun ijodiy bahs, yangi ma'lumotlarni olish asnosida milliy an'analar, qadriyatlarimiz bilan faxrlanish tuyg'usini mustahkamlashga xizmat qildi.